Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yoshlar kitob o'qimayapti degan ayxonnos soluvchilarga kog'iz gapirsak. Yoshlar kitob o'qiyapti. Yoshlar ko'p kitob o'qiyapti degan gapimga birinchi isbot mana. Er-xotinga nasihat kitobini olaylik. Voqelikda bo'lgan narsa. Men hadya qilgan er-xotinlarning farzandlari o'qib chiqishgan. Shu Binafsh shulasini targ'ib qilayotganimizda shuni bildikki, bu kitob yangi kitobxonlarning auditoriyasini olib kirdi. Mana hozirgi paytlarda kitob mana shu Binafsh shulasining ikkinchi qismini shunday mana rasmi, xudo xolasa shunaqa bo'ladi deb Falaq nashr profiliga qo'ygan ekan, 1 million prosmotr bo'lgan. 18-20 yoshdagi boladan 40 yoshli bolani saviyasini kutishni o'zi ahmoqlik. Demak, yoshlar deb kimga aytiladi? 18 yoshgacha bo'lgan yosh deyilmaydi. Davlat nuqtai nazaridan 30 yoshgacha bo'lganlar yoshlar deyiladi. Qadriyat nuqtai nazaridan 40 yoshgacha bo'lganlar yoshlar deyiladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum aziz kitobxonlar, yurtdoshlar, yurtimizdan tashqarida bizni kuzatayotganlar va ilmga, kitobga befarq bo'lmagan barcha insonlar, yaxshilar. Sizlar bilan Falaq nashrning navbatdagi podkastida yana ko'rishib turganimizga juda ham shodmiz. Bugun men Umarovlar bilan birgaman. Ikki Umarov, ustoz Saydabror Umarxon domla va ustoz Abdurahmon Umarov. Shogird. Xo'sh, bugun ancha yillardan buyon bizni atrofimizda aylanib yurgan mavzu xususida gaplashamiz. Yana bugun balki ko'pchilikka manzur bo'ladigan gaplarni aytarmiz. Bir oydinlik kiritilar. O'sha gap qadimda Misr ehromlarini nimasida kirsa, ichida bir eski yozuvlar bo'lganmishdi. Nechidir asr oldin yozilgan. Uni tarjima qildirib o'qisa, o'sha paytda ham yoshlar buzilib ketyapti degan gap. Biz doim bu biz faqat bizning millatimizga xos narsa emas, o'zi insoniyatga xos narsa. Bir muammo bo'lsa, oxiri shu tuynik, zo'r tuynik borda, shu yoshlarga ag'darib o'sha tuynikdan chiqib ketamiz. Muammoni hal qilmaymiz, yoshlarga ayb ag'dariladi. Bugun sal boshqacharoq yondashingizni iltimos qilaman. Yoshlar kitob o'qimayapti degan ayxonnos soluvchilarga kog'iz gapirsak. Chunki yoshlar kitob o'qimayapti emasda, yoshlar kitob o'qiyapti. Endi bu borada masalan meni shaxsiy fikrim, yoshlar deganda meni shaxsiy fikrim bo'lganligi uchun mendan yoshlar haqida gapiraman-da. Mendan yoshlar kitob o'qiyapti. Mendan kattalardan ko'p o'qiyapti. Mendan ko'p o'qiyapti. Mendan yoshlar ko'p kitob o'qiyapti degan gapimga birinchi isbot mana. Mendan yoshlar, mendan ancha yoshlar, yosh jihatidan-da, lekin mendan ancha ko'p kitob o'qishmoqda. Va bularda ham shunday misollar bor. Bulardan kattalardan, bulardan yoshlar ko'p kitob o'qishyapti. Bugun ixtiyoriy, majburiy o'qishyapti. Bugun yoshlar ko'p kitob o'qishga majbur. Bugun o'sha katta davralarda umumiy g'oya sifatida ko'rayotgan bo'lsak, kitob o'qish va o'qitish masalasi umumiy g'oya sifatida ko'rayotgan bo'lsak, kattalar kitob o'qimayapti degan bir g'oyani ilgari sursa yaxshi bo'ladi. Yoshlar emas, yoshlar ko'p kitob o'qiyapti. Ayxonnos solmaylik. Bugun ana shunday ayxonnos solayotganlarning bolalari, ana shu bolalarini yoshida u ayxonnos solayotganlarni o'qigan kitobidan boyasiz 100x dedingiz, keling unaqa 100x demaylik, 10x ko'p o'qishyapti. Va bo'lib ham ingliz tilida o'qishyapti. Ular o'zbek tilida zo'rg'a o'qib, majburiy rus tilida o'qishgan bo'lsa, ularni bugun bolalar ingliz tilida o'qishyapti. Bugun majbur. O'sha gap ko'p gaplashganmiz. Men uyimda eng savodsiziman. Men uyimda kitob masalasida, til masalasida, ko'p o'qish masalasida, ilm olish masalasida, hali ketayotgan jarayonlar bor-ku, ilm olish tezligi masalasida uyimda eng savodsiz menman. Chunki men farzandman, ayolim o'qituvchi, u avtomatik ravishda to'xtamasdan izlanish kerak, chunki ilm beradi. Endi farzandlarim hammasi maktab yoshida o'qiydiganlar, jiyanlar maktab yoshida o'qiydigan, ular avtomatik ravishda ilm olishyapti. Bugun ilmni bulog'ida. Va ma'lum bir vaqtda oilada o'tirib qolgan paytimiz ularni
o'rtasida bo'layotgan suhbatdan men uyalamanda, men bilmayman. Sizlar nima deysizlar? Avvalo assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan Falaq nashr oilasining a'zolari, Falaq nashrning muxlislari, kitobxon, kitobsevar do'stlarimizga. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugun yoshlar deganda o'zi kimga aytiladi? Shuni birinchi aniqlashtiraylik. Yoshlar ikki xil nuqtai nazardan ikki xil yosh belgilangan. Masalan, davlat tomonidan yoshlar deb 30 yoshgacha bo'lganlar aytiladi. 30 yoshgacha bo'lganlar. Chunki Yoshlar ittifoqiga, Yoshlar agentligida ham 30 yoshgacha bo'lganlar uchun rejalar tuziladi. Yoshlar uchun deb. Endi qadriyat nuqtai nazaridan yosh deb nechaga aytiladi? Qadriyat nuqtai nazaridan biroz kattaroq, 40 yoshgacha bo'lganlarni yoshlar deyiladi. 40 yoshdan oshsa, keyin u katta hisoblanadi. Ya'ni 40 yoshgacha bo'lganlarni navqiron, kuchga to'lgan, ko'p narsaga imkoniyati bor, sog'lik nuqtai nazaridan ham, shijoat nuqtai nazaridan ham, diyonat nuqtai nazaridan ham bu 40 yoshgacha bo'lganlar biroz yoshlik qilib qo'yish nimasi bor. Ehtiyoti olingan. Umuman bundoq qarasangiz, o'zi qadimda ajdodlarimiz, ota-bobolarimizning aksariyati 40 yoshda keyin o'zini topib, 40 yoshda o'sha ma'lum bir voqealar ro'y bergan. Xosatan mana shu Toshkent shahrida yotgan aziz ulug' avliyo zot ulamolardan bittasi vatandoshimiz bu Qaffol Shoshiy hazratlari 40 yoshgacha ilmsiz qulf yasovchi bo'lganlar. Qaffol degani qulf yasovchi degani. Va 40 yoshida demak o'sha qulf yasaydi-da, qulf kaliti yasaydi. Bir hamkasbi lekin. Ha, hamkasbi qulf kaliti yasaydi-da, u 1 gram bo'ladi. Hozirgi o'lchovda. Bu Qaffol Shoshiy hazratlari 0,5 gram qulf kaliti yasaydi. Kaliti ham, qulfi ham 0,5 gram. Lekin hech kim Qaffol Shoshiyni maqtamaydi-da, ana 1 gram yasagan, birinchi yasaganni maqtab, u mashhur bo'lib ketadi. Qulf sozlar orasida ham, xalq orasida ham. Shunda keyin biroz g'amga botib, hozirgi tilda aytganda stressga tushib o'tirgan paytida bir birodari, do'sti keladi-da, nimaga ham chekib o'tiribsiz dedi. Falonchi Qaffol 1 gramlik qulf kaliti yasadi. Hamma uni yer ko'kka sig'dirmay maqtayapti. Men uni qulf kalitini yarmicha yasadim. Qulfi bilan kalitini qo'shganda uni yarmicha chiqadi. Lekin hech kim menga hech narsa demadi ham, maqtamadi ham desa. Sen dunyo va oxiratda seni hamma maqtashini istaysanmi dedi. Ha, istayman dedi. Ilm ol dedi. 40 yoshimda dedi, ilm olishga tushdim. Alifni baga qo'shishni boshlab. Ilm olishga tushdim dedi. Xulosa, demak, yoshlar deb kimga aytiladi? 18 yoshgacha bo'lgan yosh deyilmaydi. Davlat nuqtai nazaridan 30 yoshgacha bo'lganlar yoshlar deyiladi. Qadriyat nuqtai nazaridan ulug'larimizni tabiiliga ko'ra 40 yoshgacha bo'lganlar yoshlar deyiladi. Endi bugungi kundagi yoshlar kitob o'qiyaptimi? Ular ilm olyaptimi degan savolingizga Akmal aka, men ham sizning fikringizga qo'shilaman. Afsuski, men mana shu kitoblarni olaylik, mana er-xotinga nasihat kitobini olaylik. Voqelikda bo'lgan narsa. Mana shu er-xotinga nasihat kitobini ancha odamga hadya qildim. Ko'p odamga hadya qilib o'qib chiqing dedim. Natijani eshitsangiz, na kulishni, na yig'lashni bilmaysiz. Men hadya qilgan er-xotinlarning farzandlari o'qib chiqishgan bu kitobni. Uyga olib borgan, qo'yib qo'ygan, bo'ldi. Keyin bizni o'sha dalolat qilgan videoyimizni farzandlar Instagramda, ammo qayerdan bo'lsa ko'rganda o'qib chiqqan. Eng qizig'i, keyin Instagramda izohlarda yozyapti ular. Zo'r kitob ekan, er-xotinga nasihat. Hali uylanmagan bo'lsam-da yoki hali turmushga chiqmagan bo'lsam-da o'qib chiqdim. Keyin o'sha o'zimga yozganlar bor-da, qayerdan oldingiz desam, siz dadamga sovg'a qilgan ekansiz. Dadangiz o'qimadimi desam, bitta qarindoshimizga ham bersam, qarindosh qolib ketib, o'g'li bilan qizi o'qib chiqdi. Maktabda 10-11-sinfda o'qiydigan o'g'li bilan qizi o'qib tugatib qo'yibdi kitobni. Zo'r kitob ekan deyapti. Endi undan-da meni hayratga soladigan joyi ikkita holatni aytaman. Birinchisi, kitob magazinlariga men har zamonda aylanaman. O'sha
hech bo'lmaganda Chorsu atrofidagi o'sha 20 ga yaqin kitobga, hammasiga ulgura olmayman, bir 20 ga yaqin kitob do'konlariga birma-bir kirib aylanib chiqaman. Kim kitob sotib olyapti deb. Bu men uchun juda ham muhim. Birinchidan millatimni kelajagi nuqtai nazaridan, shu xalqni bir vakili sifatida, unga qayg'uradigan inson sifatida, ikkinchidan o'zimiz dalolat qiladigan kitoblarni kimga moslashtirib dalolat qilish nuqtai nazaridan. O'sha marketing nuqtai nazaridan men aylanib chiqaman, Akmal aka, Xudoga behisob shukr va afsuski. Shunaqa gap bo'lishi mumkinmi? Qarang, ham Xudoga shukr, ham afsuski. Nimaga? Bitta xursand bo'ladigan, bitta yig'laydigan joy. Kitoblarni ko'rayotgan va olayotganlarning 90% 25-30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Va ularni ham orasida 70% xotin-qizlar, qizlarimiz. 30% o'g'il bola. Bu xursand bo'ladi yani. Demak, bizning millatimiz ilmga qiziqyapti. Yoshlarimiz kitob o'qishga qiziqyapti. Bo'lganda ham biz ma'lumot qilib o'sha siz aytganda yoshlar aybdor deydigan qatlam kitob o'qiyapti. Va biz faqatgina kelinlikka, xafa bo'lmanglar hurmatli qaynona qaynotalar, ota-onalar, qullikka tayyorlaydigan qizlarimiz aksariyat shundayda. Kelinlikka, qullikka tayyorlayotgan qizlarimiz kitob o'qiyapti. Maktab yoshidagi va talabalar orasida kitob o'qiyotgan qizlar juda ham ko'p ekan. Aytayapman-ku, kitob magazinidagi kitob olayotgan, kitoblarni varaqlab chiqayotgan kitobxonlarning 70%, ya'ni 10 tadan 7 tasi qizlar. Yosh qizchalar. Maktab o'quvchilari, taxminan bilasiz-ku, talabalar va hokazo. 30% o'g'il bolalar. Endi xafa bo'ladigan joyi, afsuski deydigan joyi, 40 yoshdan kattalarning orasida 10 tadan 20 ta, hattoki ba'zan 100 tadan bitta odam olyapti xolos kitob. O'sha 40 yoshdan balandlar. Kattalar deymiz-ku, uyiga borib, masalan, mustaqillik yilida tug'ilgan qiz va yigit ham hozir 35-36 yoshga kirdi. Uni kamida 2 ta farzandi bor. Bo'lmasa 4 ta, 5 ta. Meni tanishlarimda 5 ta farzandi borlar ham bor. O'sha 91-yil mustaqillik yilida tug'ilganlarni. O'sha tug'ilganlarni deyarli ko'pida kitob o'qish yo'q, lekin bolalari kitob o'qiyapti. O'sha 7-sinf, 8-sinf. Afsuski, yosh kattalar bolalaringizni kitob o'qimaslikda, ilm olmaslikda ayblayotganda, avval men kitob o'qiyapmanmi degan savolga o'zingiz javob bering. Bu juda odamni dilini vayron qiladigan narsa. Yana bitta xursand bo'ladigan tomonini aytay. Nashriyotlarga bir xursandchilik, kitob yozadiganlarga, tarjimonlarga. Biz mana bitta kitobni olib chiqamiz, masalan, yosh yigitga nasihat yoki Fotimaning bolasi, ha? Fotimaning bolasi yaqinda ikkinchisi ham chiqadi buni, Xudo xolasa. Mana shu kitobni men bir 2 tamikan 3 ta dalolat qilib, reklama qilib video qilganman. Shu kitob Abdurahmon siz ham qilgansiz. Mana shu kitobni biz dalolat qilgandan keyin yoki Binafsha shulasini yoki Fotimaning bolasini yoki Habibimiz oramizda bo'lsalarni, bizga Xudoga shukr nechadir million prosmotr ko'rishlar bo'lishligini yaratganiga nasib qildi, Xudoga shukr. Lekin bizdan ilhomlanib hashtagiga bosib ko'raman-da, bizdan ilhomlanib qilganlarning soni 1000 ga yaqin. To'g'ri, 100 ta, 200 ta, 500 ta ko'rishlar bo'lgan. Lekin ana shu hashtagni bosimda qaraymanda, analitika qilib, tahlil qilish uchun har bitta profilga kirib chiqsam, aksariyati yosh qizchalar, yosh bolalar. Ayniqsa Fotimaning bolasini qizlar ko'p o'qigan. Binafsha shulasini qizlar ko'p o'qigan. Eng ko'p o'qigan mana shu qizlar. Trendga chiqarib yuborishdi. O'zlari qo'yib, shunchaki o'qiganini, mayli, ehtimol o'qib chiqmagandir, lekin muhimi shunga qiziqyapti. Shu chiqib bitta bemaza narsani trend qilishi ham mumkin edi-da, Akmal aka, Abdurahmon.
Lekin qilmadi. Ya'ni birinchi savolingizga xulosa sifatida aytamanki, bugungi yoshlar, hurmatli ota-onalar, men hatto o'zimni farzandlarimdan ham, jiyanlarimdan ham ko'ryapmanki, bugungi yoshlar bizdan ko'ra bir necha x ko'proq kitob o'qiyapti. Ko'p ma'lumot olyapti. Hammasi ham botqoqqa botib ketgan emas. Albatta. Hammasi ham tabletkaga o'tirib qolgan emas. Hammasi ham axloqsiz, odobsiz bo'lib ketgan emas. Buni kitob magazinga, kutubxonalarga borib, mana bu kitoblarni Instagramga, TikTokka trend qilayotganlardan ham bilsak bo'ladi. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar va ustozlar. Yuqorida haqiqatan ham juda ham foydali, manfaatli gaplar aytildi. Men o'zim yoshlar o'rnidan savol bermoqchiman va shuni aytmoqchimanki, biz mana masalan o'sha Binafsha Shu'lasini kitobini targ'ibotida juda ko'p narsalarni kuzatdik. Necha yoshdasiz Abdurahmon? Aytmasdan 30 dan pastsiz, Past, ha, siz ham yoshlarga kirasiz. eng yoshga kiraman menimcha. Shu Binafsha Shu'lasini targ'ib qilayotganimizda shuni bildikki, bu kitob yangi kitobxonlarni auditoriyasini olib kirdi. Hali umuman kitobdan uzoq bo'lgan, kitob o'qimaydigan, men o'zimga ham shunaqa o'rtoqlarim borki, hali g'irt Kuchinskiy bolalar deydi, g'irt ko'chani bolalari ham shu kitob targ'ibot qilganimizda qiziqib ko'rib o'qidi va bu kitob orqali boshqa kitoblarga zinapoya sifatida xizmat qildi. Bu ilm sifatida boshqa kitoblarni ham o'qidi shu kitob orqali. Va hozir mana bu kitob ikkinchi qismi chiqyapti va bizga targ'ibotchilarga qisman ozgina heyt bo'lyapti. Bu qanaqa heyt desanglar, bizni men o'ylamasdimki, bir 5 yil oldin kitoblarni qanaqa trend qilsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladiki, kitoblarni biz trend qilaylik desa, juda ham katta mashaqqatli ish edi. Bir nima qilib bo'lsa ham ozgina ora-orada Prosmotr ham ko'paymas. umuman prosmotr umuman yemasdi. Mana hozirgi paytlarda kitob mana shu Binafsha Shu'lasini ikkinchi qismini shunday mana rasmi, xudo xolasa shunaqa bo'ladi deb Falaq nashr profiliga qo'ygan ekan, 1 million prosmotr bo'lgan. Kitob sohasida. Bu juda ham odamni xursand qiladi va bizning targ'ibotlarimiz ham katta prosmotr bo'lyapti. Shunda ham ba'zilarni biz xursand qila olmayapmiz. Nimaga? Bizdan yoshlardan, aynan umuman yosh kitobxonlardan juda katta narsani kutayotganlar bor. Men juda ko'p aytaman, ziyoli qatlam ba'zilar bor. Qo'shtin ochidagi deyman. Aytib bermaysizlar. Nimaga desam, biz yoshlardan juda katta saviyadagi kitoblarni o'qishni talab qilishadi. Vaholanki yoshlarning saviyasi u darajada katta emas. Masalan, bosqichi o'sha jarayonda-da. Ular u 18-20 yosh, Akmal aka, shunga bitta fikr aytay. 18-20 yoshdagi boladan 40 yoshli bolaning saviyasini kutishni o'zi ahmoqlik. Aynan shuni aytayman. Endi eng qizig'i, siz uni o'ziga aytsangiz-da, mayli, bu kitob yomon ekan, qaysi kitob zo'r desangiz, aytib bera olmaydi qaysi kitob zo'r. O'sha aytayotgan kitoblari u metafizikaga oid, psixologiyaning eng qattiq turlari, masalan, juda ham katta saviyada fan doktorlari o'qiydigan, masalan, filosofiyalar, falsafalar haqida katta kitoblarni aytishadi. Universitetga kirib paytda test o'chiradigan savol. Xuddi shunaqa. U kitoblarning saviyasida o'zi ham hattoki yaxshi tushunmaydi, yoshlardan shuni o'qishni talab qiladi. Men aytaman, baraka topib ko'r, bu sodda tilda yozilgan. Bu adabiyotlarda, ya'ni shu Fotimani bolasini ham hattoki Binafsha Shu'lasiga o'xshagan hikoyaviy asarlarni, romanlarni ular nima deydi? Bu sariq adabiyot deydi. Sariq adabiyot deydi. Nimani talab qilyapsiz? Nima deb sariq adabiyot deb nimani nazarda tutyapsiz? Juda ham past saviyada yozilgan, sodda tilda yozilgan kitoblarda, ular past saviyada yozilgan, inson o'qiganda darrov ilg'ab oladigan, tushunadigan asarlarni ular sariq adabiyot deb turib bizga yomonlashyapti. Kimana qarashada Abdurahmon, kattalarda biz tushunishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Sobiq ittifoq davridan qolgan ramka ichidagi ilm olish bor-ku, o'shandan chiqib ketisha olmaydi-da. Ramkada ichidagi ilm olish. Ilm olish, kitob o'qish, masalan, kitob o'qish desa ularning xayoliga nima keladi, aytaymi? Shu maktabdagi adabiyotlar keladi va maktabdagi adabiyotlar o'qishga kirib olish uchun, institut yoki universitetga kirib olish uchun u narsalar, fikrlash uchun emas. Ani bola fikrlab qo'ymasin-da. Bola fikrlab qo'ysa, Akmal aka sariq adabiyot degan joyga meni esimda yo'q ekan, qarang, Rizq ekan, rahmat Abdurahmon, sizga esimga solib qo'ydingiz. Yaqinda bir odam meni juda asabiylashtirish uchun ancha kunlar menga hujum qildi. Kitob borasida. Maqsadini bilyapman, meni asabiylashtirmoqchi. Gapni qarang. Siz deyapti, targ'ib qilayotgan kitoblaringiz bor-ku, deyapti. Xo'p. Bularni deyapti, umuman bizga bir tiyinlik foydasi yo'q, deyapti. Nimaga deyapti? U
Qur'on va hadisdan olinmagan kitob biz uchun faqat zarar deyapti. Juda katta boy, juda katta o'zini ziyoli deydigan odam. Birinchi kun aytdimki, aka, bu sizning shaxsiy fikringiz. Qo'ying shu fikrda qoling. Yoki o'zgartiring. U sizning ishingiz, lekin menga bu fikrda boshqa aytmang. Yo'q, yana bir joyda uchrashib qolyapsiz, yana shu gap. Siz deyapti, javob berasiz ertaga. Mana Fotimani bolasini ko'rgan ekan reklama qilganimda, keyin men xotinga nasihat. Qarang, ichini ochib ko'rmaganda, hattoki xotinga nasihatni ichini ochib ko'rmagan yoki o'sha yosh qizga nasihat va hokazo. Qancha bir 20 ga yaqin kitobni, 30 ga yaqin kitobni agar nima qilgan bo'lsak, ishonchli xabarda aytyapti. Bunaqa kitoblar nimaga kerak? Men aytdim, aka, ikkita xato qildingiz dedim. Birinchisi, men aytgan kitoblarni birontasini o'qib ko'rmagansiz. Ishonchli xabar ham, yosh qizga nasihat ham, xotinga nasihat ham hammasi Qur'on va hadis asosida yozilgan din ishlari bo'yicha qo'mitaning mamlakat gologrammasi asosida chiqqan kitoblar dedi. Siz qo'lingizga ham ushlab ko'rmagansiz bu kitoblarni dedi. Bir, ikkinchisi, sariq adabiyot bu deyapti. Jo'lti pressa deb qo'yadi bir xillar, sariq matbuot deb. Shuni sariq adabiyot degan turi ham bor. Bu qanaqa desa, hurmatli qo'shtirnoq ichidagi adabiyotshunoslar yoki ko'cha tilida aytganda savodsiz, miyasi dogmada qotib qolganlar. Diqqat bilan eshiting. Siz o'qiyotgan kitoblarni sizdan oldinroq va ko'proq o'qib qo'yganlar bu nashriyotni tepasida turadi. Sizdan ko'ra bu xalq uchun ko'proq qayg'uradiganlar bu nashriyotning tepasida turadi. Nashriyotlarning tepasida turadi. Nashriyotlar unaqa katta biznes ustiga qurilmagan. Nashriyotlar odatda ko'proq minusda ishlaydi, lekin g'ami, dardi bo'lganligi uchun kitoblarni ko'proq ishlab chiqaradi. Xalqimiz uchun. Endi sariq matbuotga kelsak. Qachon sariq matbuot deyiladi? Adabiyotda ta'rif bor, sariq matbuotning ta'rifi. Yozib qo'yibdi, sariq adabiyot asosan ko'ngilochar, oldi qoshdi va beldan past kulgularga qaratilgan, insonlarni saviyasini o'ta past darajaga tushirish uchun xizmat qiladigan va insonlarni shunchaki vaqtini ko'ngilochar tarzda o'tkazishga qaratilgan adabiyot, matbuot, sariq adabiyot deyiladi, sariq matbuot deyiladi. Savol: Fotimaning bolasini qayerida beldan past kulgu joyi bor? Qayerida odob axloqqa taalluqli bo'lmagan joyi bor? Boshdan oxirigacha faqat qadriyat, odob, axloq. Agar sizni nazdingizda aytadigan bo'lsak, boshdan oxirigacha faqatgina islomning targ'ibotchisi. Misol uchun yoki ma'naviy, ma'rifiy jihatdan oladigan bo'lsak, onalarni ziyoli farzand tarbiyalash uchun qaratilgan kitob. Yoki keling mana Binafsha shu'lasi. Ikkinchisini hali o'qiganim yo'q, bir bo'yicha gaplashaylik. Binafsha shu'lasi insonni hayotda o'zini o'rnini topa olmayotgan yoki dunyoni ilmsiz tasavvur qiladigan, shunchaki to'ldi, yashadi, o'lib ketish kerak degan, endi o'lib ketamiz baribir, yashab qolaylik degan kayfiyatdagi odamlarni kayfiyati yolg'on ekanligini isbotlash uchun yozilgan kitob. Qo'shimcha aytmoqchiman, ustoz, ularni o'zlari o'zgarishni xohlamayapti-da. Menimcha, u qancha ularni o'zgartir desak, u aynan adabiyot sohasida ularni o'zlari o'zgarishni xohlamayapti va aksar qismi, siz mana o'sha diniy kitoblar talab qilayotganlarni so'rasangiz, aksar qismi men uchratganlarim shu ateistik ruhdagi insonlar. Va ular xohlashmayaptiki bunaqa asarlarni mashhur bo'lishini yoki tanilishini. Aynan arab adabiyotidan bo'lsin, turk adabiyotidan bo'lsin yoki masalan o'zimizdagi, men yaqinda bir joyda shu kitobxonlar bilan gaplashib qoldim-da, kitob do'konchi bilan gapirib beryapti menga. Men aytaman, bizda ham o'zbek mualliflarini ichida zo'r yozadigan birortasi bormi, kitobini bering, men ko'ring. Kerak bo'lsa tekinga targ'iboti bilan shug'ullanaman. Zo'r yozgan bo'lsin, zo'r mavzu ko'targan bo'lsin desam, yaqinda bir qiz keldi deyapti. Fantastik roman yozgan, u ham shu iltimos sotib beringlar shu kitobimni. 1000 tachami, 5000 tachami chiqarib qo'ydim, sota olmayman dedi. Keyin ba'zi do'konchilar, yaxshi insofli do'konchilar olib turib yordam sifatida mayli polkaga qo'yib beramiz, sotilsa aytamiz, xabar beramiz debdi. Bitta do'konchining oldiga borib xuddi shunaqa aytibdi. Mana ham kitobim bor, sotib bering desa, to'xtang, bu kitobingiz mana siz ismingiz turgan ekan. Deb qaraydi-da, o'zbek yozuvchi deydi, sotolmaydi. Ismingizni olib tashlab, chet el muallifini qo'yib qo'yish kerak, keyin zo'r sotadi deyapti.
bizni o'zimizni yozuvchilarimizni bunaqa heyt qilib, balki o'sha yozuvchini ham qanaqadir heytlarga uchraganda u ham har xil turli xil gaplarga uchragan boshqa ham natijada o'zini ichidagi motivatsiyasi so'nib qoladi. Mana men Akrom Malik degan ustozimiz bor, aynan shu kitob yozish bo'yicha juda ham meni qiziqtirganlar-da. 4-5 yildan beri harakat qilaman, tashqaridagi gap so'zlarni deb motivatsiya so'nib qoladi, ilhom so'nib qoladi. Yana bir kelib yozaman, bitta asarni borib turman, o'qib bering yaxshimikan desam, u meni motivatsiyamni oshirish o'rniga birinchi kitobim deyman. Birinchi yozgan kitobim. Ko'rib bering, xato kamchilik bo'lsa haqiqatan ayting, to'g'rilayman. Men bilmayman bu yo'nalishda hali nima bor, nima yo'q. Tushuntiring menga desam, asarimni xuddi mali katta bir muallifman, bir 100 tacha asar yozganman. Kim shunaqa qiladi sizga? Aytmay kimligini. 101 asarimni olib borayotganda xuddi meni heyt qilyapti. Bu yerda unaqa yoziladi, bu aka men bilmayman desam, battar motivatsiyani so'ndirishga harakat qarang, sizga va siz orqali yosh kitob yozadiganlarga ikkita tavsiya deyaylik. Kitob yozgan odam sifatida aytaman. Hozir ham bitta kitobimiz, o'zimga qarshi o'zim degan kitobim tugash arafasida. Xudo xolasa taqdimotini shu Falaq nashr bilan birga qilishni reja qilyapman. Kitobingizda o'zingizga yaqin, sizni qadrlaydigan insonga bitta olib borib bering va sizni yomon ko'radigan odamga bitta olib borib bering. Ikkalasini ham fikrini shunchaki eshiting xolos bo'ldi. Sizga yaxshi master klass. Lekin o'zingiz bilganingizdan qolmang. Arab adabiyoti bugun nimaga zo'r bo'lib rivojlanib ketdi? Turk adabiyoti bilasizmi? Sababi ular umuman kitoblarini o'sha katta yozuvchilarga olib borib, eski yozuvchilarga olib borib ko'rsatmaydi. Muharrirga ko'rsatadi faqat. Muharrir ma'no mazmunini chiqsa bo'ldi. Unga kitobning g'oyasi muhim emas muharrirga. Muharrirga shunday ma'no mazmuni chiqsa, so'zlar to'g'ri qo'llanilgan bo'lsa, ortografik, grammatik, uslubiy jihatlari yaxshi bo'lsa bo'ldi. Maqtab qaytarib beradi. Pulini oladi har bitta varog'iga bo'ldi. Shuning uchun turk adabiyoti va arab adabiyoti rivojlanib ketdi. Hazrat Navoiy davrida nima uchun Hazrat Navoiy bo'lgan bilasizmi? Navoiy davrida Navoiyga o'xshab she'r yozadiganlarning o'zlarining soni 1000 tadan oshiq bo'lgan. 1000 tadan oshiq bo'lgan. U hech kimni to'sadigan emas, hech kimni. Modomiki pornografiyani, beldan past narsani ta'rif qilmayaptimi kitob, hech kimni to'sishga hech kimning haqqi yo'q. Istagan odam istagan kitobini yozishga haqli. U yog'ini kitobxon va vaqt ko'rsatadi. Kimniki yaxshi bo'lib ketdi, kimniki yomon bo'ldi. Bu yerda eng birlamchi narsa o'sha. Ikkinchisi g'oya, qadriyatga, axloq, odobga to'g'ri kelsa bo'ldi. Tamom. U yog'ini ko'pavano qilmang. Ahmad Yassaviylar, hazratlar shoir bo'laman deb she'r yozmaganlar. Ular shunchaki dardini yozib qo'ygan, birovga olib ko'rsatmagan ham. Mana uni bir ko'rib beringchi demagan. Maxtumquli ham yoki Pahlavon Mahmud ham o'zi kurashchi, sportchi odam bo'lgan, misol uchun. Boshqalari ham hech qanday Hazrat Navoiy bosh vazir bo'lgan. Ibn Sino she'r yozgan, bilasizmi? Ibn Sinoni hattoki 4liklari, 6liklari, 8liklari bor. Lekin u shayxur rais bo'lgan. Hatto tabib ham bo'lmagan. Ular shayx bo'lgan. Faylasuf bo'lganlar. Ya'ni xulosa yozaverish kerak. Yozing, muharrirga ko'rsating, to'g'ri kelsa pechatlab chiqaring bo'ldi. Bugun nashriyotlarimizda chiqarilayotgan kitoblar masalasida shukrki chet el adabiyoti bor. Shukrki chet el adabiyoti bor. Yaxshi hamki. Ha. Va o'sha sariq adabiyot deyotgan boshqa hammalariga-da Abdurahmonim zo'r gap gapirdilar. Bugun kim bor? Yozadigan kim bor? Shu darajada yozadigan kim bor? Bugun sizlardan ko'ra ko'proq teatrga, kinoga aloqadorroq odam sifatida aytaman. Bizda kinoda, teatrdan ham bundoq bo'lib ketgan, gaplar gapirilaveradi-ku. Undan oldin bitta kitob do'konining taqdimotida shunaqa gap bo'ldi-da. Bizga navbat berayotgan paytda boshlovchi ukamiz aytdilarki, bugun bir ahvol bo'lib qolgan kinoning vakili deb navbat berdi. Bugun bir kinoni bir ahvol bo'lib qolgan kinoning vakili deb bizga navbat berdi. Men aytdimki, kinoning ahvoli kitob ahvolidan yaxshi. Adabiyot ahvolidan juda yaxshi. Kinoning ahvoli. O'zbek adabiyoti. Ha.
kino bo'lish uchun dramaturgiya bo'lish kerak-da. Zo'r bo'lish kerak bo'lganda. Bugun bolalar o'spirin yoshdagilar telefonda yoki bo'lmasa nimada ekranda 7 da ko'rayotgan bir paytda. Bugun 7 da formatda 8K 7 ko'rayotgan bir paytda Respublika yosh tomoshabinlar teatriga bir borsanglar, qanaqa tomoshalar bo'layotganini ko'rasizlar. Bu texnik tomoni va dramaturgiya. Hali ham o'sha cho'p qo'g'irchoq barkada kunlar. Bugun butun dunyoda haligi ninani teshigicha bir teshik qoldirmasdan hamma yoqqa monitor qo'yib tomoshalar ko'rayotgan bir paytda, teatrlarda shunaqa tomoshalar ko'rayotgan bir paytda bizni Qo'g'irchoq teatriga borsangiz, ko'rasiz ahvolni, qanaqa ekanligini. Ha? Endi uni texnik tomoni haqidagina gapiryapman xolos. Endi dramaturgiyaga o'tadigan bo'lsak, payhon bo'lib yotibdi. O'zbek kinosida bolalar haqidagi baribir ko'pchilikni qamrab olgan, ko'pchilikka manzur bo'lgan oxirgi film baribir aylanib ham o'rgilib ham Hoshimjon. Xudoyber To'xtaboyev ustoz, Alloh rahmat qilsin, yaxshi ketgan ekanlar. Hali o'zbek adiblarining orasida Hoshimjonni uradigan qahramon chiqqani yo'q. Hoshimjonni uradigan qahramon chiqqani yo'q. Undan ozgina oldinroq shun bola. Qoravoy. Endi Qo'g'irchoq teatri haqiqiy yosh bolalarga mo'ljallangan asarlar sifatida qaraydigan bo'lsak, spektakllar sifatida qaraydigan bo'lsak, Kachal polvon. O'rtoqlar, Kachal polvonni ular o'ynatgan ana shu spektakllarda qo'g'irchoqlarni o'ynatgan, rol o'ynaganlar bugun nafaqaga chiqqaniga ancha bo'ldi. O'zi nima qila olyapmiz? Bolajon xalqimiz deb ayyuhandan sovuramiz, lekin bolalar adabiyotining ahvoli yana qaytaraman, payhon bo'lib yotibdi. Shukr, bolalar kontentini rivojlantirish markazi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, do'stim Jahongir Ahmedov rahbar va bir nechta filmlar olinyapti, boshlangan. Bugun hukumat darajasida yaxshi pullar ajratilyapti. Endi sabr qilishimiz kerak-da. U natija berish uchun sabr qilishimiz kerak. Afsuski, o'qimagan avlod, bugun o'qimagan avlod o'zi ma'lum vaqtida o'zi o'qimagan. Bugun ana shu o'qimagan avloddan natija kutishga biz majburmiz. Endi bizda juda ko'p ilmlilar paydo bo'lishi uchun, kitob o'qiydiganlar ko'payishi uchun bugun kitob o'qiyotganlarning bolalari katta bo'lish kerak, Abdurahmonlarning bolalari katta bo'lish kerak. Ana o'shanda bitta sinfda ikkita a'lochi bo'lgan bo'lsa, ma'lum bir vaqtlarda, xudo xolasa Abdurahmonning farzandlari orasida shunaqa bo'ladiki, bitta sinfda ikkita yaxshi o'qimaydigan o'quvchi bo'ladi. 98% yaxshi bo'ladigan davrlar keladi, xudo xolasa. Faqat buning uchun shunaqangi bir o'tish davrida biz yaxshi, yomon ma'noda deylik, lekin qo'shtirnoq ichidagi qadriyatimiz bor-ku, aybi birovga ag'darish. O'shanda voz kechib turaylik. Haligi bu yoqda ishlamoqchi bo'lgan odam asabiga tegishimiz kerak emas-da. O'zbek kinosi desa, hali kino bilan serialni farqiga bormaydigan shunaqangi blogger vaqchalar, shunaqangi jurnalistlar, shunaqangi kir fikrli jurnalistlar paydo bo'lgan. O'zbek kinosi desa faqat Ahad Qayum keladi. Umuman aloqasi yo'q Ahad Qayum. Tushundinglarmi? Ahad Qayumning o'zbek kinosiga tomoshabin sifatida aloqasi yo'q. Agar sizlarning fahminglar yetsa, sizlarning ham salohiyatinglar yetsa, kunigacha premyerasi bo'lgan Farz degan kinoni bir tahlil qilib ko'ringlar. Unaqa filmlarni tahlil qilishinglarga sizlar boshqatdan tug'ilsanglar ham aqlingiz yetmaydi. Men javob beraman bu gapimga. O'sha o'zbek kinosi desa, valdir qiladiganlar. Mana kunigacha bo'lgan narsa. Agar mard bo'lsanglar shunga javob beringlar. Kunigacha prezidentimiz o'sha Kann atrofidagi bitta festivalda g'olib bo'lib kelgan bir filmni ijodkorlar taqdirlandi. Undan avval uni madaniyat vazirining matbuot kotibi e'lon qildilar. U nimamishki, xato bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, madaniyat vazirligi aldadi, unaqa narsa olinmagan deb, ana ikkita ijodkorlar borib ko'mib tashashdi. Xo'p,
ana shunda ayxondan solayotganlar. Kecha prezident ularni taqdirladi. Endi nimaga gapiryapsizlar? U yolg'on degan gap nimaga bo'lmayapti endi? Prezident taqdirladi-da. Endi gapirgan duqiylar yetmaydi sizlar, ha? Nimaga bugun shunda ayxondan solayotganlar 2-3 yil avval Shokir Xoliqovning Choy degan filmi Kanda Grand Prix olib kelgan paytda qayerda edinglar sizlar? Armiyadami deylar? Qayerda edinglar? Birortanglar xayolingizga kelganmi? Choy bitta bokschi yutib kelsa, bitta futbolchi yutib kelsa, futbol komanda yutib kelsa, urg'aymog'imizni yig'ishtirib chiqib, o'sha yerda aeroportda kutib olishni bilamiz. O Shokir bormagan. Faraz qilasizmi? Shokir filmi berorgan. O'sha paytda umuman kinoga aloqasi bo'lmagan, qanaqadir bir bloger vachchalar borgan o'sha festivalga davlat puli hisobiga. Lekin Shokir bormagan. Va endi u bola yutib kelyapti. U bola yutib kelgandan keyin O'zbekistonga kelgandan keyin majburman eslashga. O'zbekistonga kelgandan keyin Shokir Xoliqov taqdirlangan servis bilan. Idishda to'plam bo'ladi. Yo undan keyin u ko'tarilgandan keyin taqdirlandi Shokir. Qanaqa taqdirlandi? Aytaymi, Shokirga parlamentariy film, to'laqonli film olishga ruxsat berildi. Mana pul berilyapti-da. Pulmi ekan? Yo, bunga kino olasan. Kino olasan. Yakshanba degan film oldi. U film ham Oskar oldi xolos, qolgan hamma narsa bo'ldi. Lekin uni Kanda unaqa bo'lmagan ekan, aldab deydiganlar. Shokirni Yakshanba degan film haqida qator narsa yozganmisanlar? Yozganmisizlar? O'zi ko'rganmikan deng? Akmal aka bitta zo'r og'riqli mavzuni ko'tardi. O'zi bitta narsa. Kino mavzusi ochilsa, biz oldin borimizni qadrlaylik. Aynan. Oldin bor narsamizni qadrlashni o'rganaylik. Xo'p, bitta narsa, nimaga Shokir Xoliqov men Abduqodir Husanovchalik demayman. Nimaga hech bo'lmaganda Jamshid Iskandarovchalik qadri yo'q? Ha, bizni xalqimizni oldida nimaga Shokir Xoliqovni yana qaytaraman, Abduqodir mayli, hurmatda. Jamshid Iskandarovchalik qadri yo'q. Nimaga shu yigitchalik taniqlimi? Tanimaysiz. Esingizda bo'lsa, Oriyat Donoda bir gaplashgan edik. Hurmatli xalqimiz va baraka topkur ba'zi bir insonlar o'sha sport bilan san'atga berayotgan, san'atni ham hamma turmasda, ba'zi san'atlar, masalan, kino, badiiy film hozir og'riqli joyimiz. O'shanda sportga berayotganchalik e'tiborni mana shu kitobga, ilmga, filmga bersalaringiz, biz ancha oldinga chiqib ketamiz. Bugungi davr globallashuv davrida. Global davr. Global degani hamma, butun dunyoni bular hozir bitta etakka tiqmoqchi, globalistlar. Va hamma narsa tez. Hali o'tish davri bor-ku, hozirgi davrda shunaqa bo'lish kerak, 10 sekundda o'tib ketish kerak. Chunki 9 sekundlik avlod voyaga yetdi, TikTok avlod. Film borasida bolalar filmi masalasi meni eng og'riqli dardlarimdan bittasida. Qarang. Uyda unday e'tibor berib qarasangiz, bolalaringizga multfilm ko'radi, Walt Disneyniki yoki Pixarniki yoki Warner Brothers'niki. Misol uchun. Kino ko'radi, mana shularniki. Hammasi mana shularniki. Men bir paytlar Patrick Joseph Buchanan degan odamni G'arbning halokati yoxud o'limga mahkum qilingan millat degan kitobini o'qiganman. Amerikaliklar, Yevropaliklar haqida. Shunda bitta zo'r joyi bor. Patrick aytadiki, biz millatni boy berdik, biz millatni yo'qotdik. Bugun Amerika halokat yoqasida deydi. Bugun G'arb halokat yoqasida. Nimaga desa, biz yoshlarni qo'ldan chiqarib yubordik degan. Qanday qilib deyapti? Qanday qo'ldan chiqardik desa, ular o'sha multfilmlardagi pornografiya va yoshlarga oid filmlardagi zo'ravonlik va hokazo narsalar orqali degan. Bugun biz ham millatimizni qo'ldan chiqaryapmiz. Nimaga? Istalgan oilaga boring, o'zini bitta qahramonini tanimaydi, lekin Supermanni biladi. Cocomelonni biladi. Batmanni biladi. Ayniqsa Spider-Manni butun kiyimlarigacha bozorlarda ham to'lib ketgan. Nimaga? Ular bolalarga xos bo'lgan kontent ishlab chiqarish bo'yicha Walt Disney yoki o'sha Warner Brothers yoki Pixar juda katta mablag' ajratadi. Endi eng qiziq tomoni eshiting. Ularga homiylik qiladigan kompaniyalar mana shu kompaniyalarga beg'araz pul beradi.
O'zlarini g'oyalari va maqsadlari bor. Multfilmlarga qarasangiz, g'oya dahshat. Qarang. Yer yuziga kometa kelib urilayotgan bo'ladi va u kometani amerikalik kapitan yoki Spider-Man, o'rgimchak odam qutqarib qoladi. Yer yuzida oxir zamon bo'ladi, uni amerikaliklar qutqarib qoladi. Yer yuzida yana nimadir bo'ladi, yo spid, yo epidemiya, nimadir viruslar tarqaydi va ularni oxir oqibat amerikalik super odamlar qutqarib qoladi. Va shu super odamlar laboratoriyada o'zlari tomonidan yaratiladi. Yaqin Sharqdagi odamlar jinoyatchi bo'ladi. Ha, multfilmlar ham shunday, kinolar ham shunday, bolalarga mo'ljallangan multfilmlar ham shunday. Baraka topkunlar, hurmatli ijodkorlar yoki xalqimiz. O'sha agar boylar eshitsaki aytamanki, masalan menda agar qo'limda 1 milliard dollarim bo'lsa, men uni asosiy qismini bolalar uchun multfilm, film va kinoga tikaman. Chunki bu kitob o'qimaydigan avlodni ham o'zida qamrab oladi va tug'ilgan chaqaloqni sal hali emgaklagandan boshlab, o'rmalagandan boshlab qo'liga birdan planshet tutib qo'yapti ota-onasi yoki telefon tutyapti, o'shanda ko'ryapti. Ko'ryapti ana shunda. Bizni bugun multfilmimiz bormi birorta maqtanadigan? Yoki birorta maqtanadigan bolalar filmimiz bormi? O'sha siz aytgandek Hoshimjondan boshqa yo'q. Multfilmlarimiz ham bir ahvol bo'layotibdi. Endi harakat qilishyapti, lekin u harakat qilayotganlar ham texniklar. Masalan, Lola Animation Temur Atxamov Najot ta'limda egasi tomonidan asos solingan, lekin ular ham asosan texnik grafik jihatiga qaraydi. Yoki United Pictures degan bor o'zimizda. Haliga qalamchalar haqida multfilm qilgan. Unda ham asosan grafika, lekin g'oyachi, g'oyaviy jihatdan men bir tahlil qilib chiqdim. Dunyo bo'yicha musulmon mamlakatlar orasida va turkiy millatlar orasida bor yo'g'i ikkita davlat multfilm ishlab chiqarish bo'yicha oldinda ekan. Malayziya, Indoneziya qo'shma qilar ekan ko'pincha. Ular o'sha Nussa bilan Rarani nimalari va turklar multfilm bo'yicha hozir ancha oldinda ular ham. Boshqalar jim yoki filmlar bo'yicha ham yoki endi mana kitobga o'tsak. Bolalar adabiyoti bo'yicha men hozir bolalarim bor-ku, kitob so'raydi, nima kitob olib borib berishni bilmayman. Chunki chiqqan kitoblar hammasini o'qib chiqdi. Nima kitob? Yo'q, kitob yo'q, tugal. Bolalar ensiklopediyasi chiqdi, u ham ko'chirilgan xorijdan. Olib bordim, o'qib tugatib tashladi, bo'ldi. Nima? Mana Akmal aka qizlaringiz bor. Bozorga borib, qizlaringizga har hafta qizlaringizga xos bo'lgan ayniqsa 10-12 yosh qizlaringizga qanaqa kitob olib berishdi? Bunday qidirsangiz kitob yo'q. Aksariyati chet el kitobi va tarjima kitoblar. Bor ham, bo'lmasa rus tilida kitob ko'p. Mana fojiamizmi? Fojiamiz. Qanaqa qilib bolalarga xos bo'lgan kitoblari yo'q bo'lgan millatni vakillaridan biz kitobxonlikni kutishimiz mumkin. Tag'in ham o'qiyapti. Keyin shu o'rinda bitta narsa bizda haligi shunaqa qarash borda. Masalan, adabiyot, san'at buni biznesga aylantirmaylaring. Shu Jahongir Ahmedov o'rtog'im zo'r gap bordi. Biz biznesga aylantira olmaymiz-da. Biz biznesga aylantira olmaymiz. Kino nimaga Gollywoodda biznes, Bollywoodda biznes nimaga bizda biznes? Hamma yoqda biznes bo'lish kerak. Buni biznesda mana kitob savdosini biz katta biznes darajasiga ko'tara olsakgina bestseller kitoblar chiqsa, O'zbekistonda odamlar kitob o'qiyotgan bo'ladi. Bu biznes darajasiga chiqish shart va bo'ladi shunaqa qilsa. Nimaga? Habibimiz oramizda bo'lsalar, ha? 100 mingtalab anta pirat sotyapti. 100 mingta pirat sotyapti. U bittasi hali. Ha. Binafshani ham shu. Ha, demak buni juda katta biznes qilsa bo'ladi va biz tish tirnog'imiz bilan tirishamiz buni katta biznesga aylantirishga. Tushundinglarmi? Tish tirnog'imiz bilan va shu o'rinda biz barcha nashriyotlarga, kitobga aloqador bo'lgan odamlarga, buni tepasida turganlarga bitta narsani iltimos qilamiz. Siz kitobingizni targ'ibot, o'zingizda chiqayotgan kitoblarning targ'iboti bilan astoydil shug'ullaning. Bo'lmaydi. Bugun zo'r kitob bo'lsin, u Shekspir yozib ketganda endi chiqayotgan bo'lsin. Tolstoymi, Shekspir ikkovi maslahatlashib yozib ketgan bo'lsin. Uni targ'ib qilmas ekansiz, u
shunchaki qanaqadir bir nechigadir necha joyi band qilib turadi xolos. Bugun blogerlarni ham aynan bu bloger bo'lish shart emas. O'zim ham shu blogosferaga aloqador bo'lgan barcha insonlarni biz chorlaymiz. Kitob targ'iboti bilan. Endi u hammasi bilan emas. O'sha ma'lum bir filtrdan o'tgan bizni jamiyatga bir mumkin bo'lgan. Qarang, O'zbekistonda o'zbek adiblari tomonidan yozilgan eng so'nggi kitob qaysi kitob? Fikringiz? Men eslolmayman. Roman, qaysi roman? Yordamlashing. Qo'rqmami? Qo'rqma. Nima, Javlon Javliyev yozgan. Undan oldingi nima edi? Qo'rqmagan ancha bo'lib qoldi-da. Endi 38-40 millionga yaqin xalq bor. Masalan, o'sha yoshlarning o'rta yosh vakillari orasidadir adabiyotga qiziqadigan va hokazo imkoniyatlari keng-da. Agar bu millatni yozuvchilik qobiliyati, yaxshi ma'nodagi yozuvchilik qobiliyati haqida gap ketyapti. Haqida gap ochiladigan bo'lsa, unda tarixiy nazar tashlaydigan bo'lsak, agar Navoiy chiqmagan bo'lardi. Mana yaqin o'tmishga keladigan bo'lsak, O'tkir Hoshiyev Erkin Vohidov chiqmagan bo'lardi. Agar bu millatni hali DNKsida bo'lmasa, ular chiqmagan bo'lardi. Demak, bor. Demak, bor. O'sha boya aytganimizdek, o'sha nima berish, motivatsiya berish bor-ku, ruhlantirish. O'sha sal yoshi kattalar tomonidan ya bo'lmaydi deb Abdurahmon tengi boladan 60 yoshli bir buyuk adibni darajasini kutmasligimiz kerak, chiqish kerak. Va yana bitta shukr qiladigan narsadan bittasi nima aytaymi? Abdurahmon, endi sizlarga anchadan beri bu kitob bilan hamohangsizlar, bunaqangi savoliga bunaqangi javob eshitganingizlarga ancha bo'lgan, balki umuman eshitmagandirsizlar. Biz ko'p duch kelamiz-da, televideniya orqali, masalan, sportchilar bilan, kitobga u qadar aloqasi bo'lmagan odamlar bilan suhbat bo'layotgan bo'lsa, eng so'nggi o'qigan kitobingizni mikrofon tutsa, oldin o'tgan kunlar bilan shaytanat bo'lardi. O'tgan kunlar shaytanat. O'qimagan, u kino ko'rgan-ku. So'rasangiz, nimaga to'g'ri kelmaydi, ana kitobga nima to'g'ri kelmaydi, o'shanaqa javob beriladi. Bugun ana shu javob kamaydi. Eng so'nggi o'qigan kitobingiz desa, hozir hech kim o'tgan kunlar shaytanat demayapti. Chunki boshqa tarjima kitoblar bor, boshqa kitoblar o'qilyapti. Nafsha shulasi deydi. Shukr. Hozirgi trenddagi kitoblar gapirilyapti-da. Bitta ishni qo'shimcha qilib ketdik. Kitob targ'ibotlarida masalan biz targ'ibot qilyapmiz kitoblarni masalan. Book blogerlar ko'payib qolgani bu juda ham zo'r-da. Masalan, yosh qizlar orasida, biz tengi yigitlar orasida kitob targ'ibotlari yaxshi bo'lyapti va kitoblar trend darajasiga chiqyapti. Lekin shu kitob targ'ibotchilarni ham hid qiladiganlar bor-da. Hattoki sen bunaqa kitob targ'ibot qilsan, unaqa kitob targ'ibot qilsan deb gapiradiganlar bor. Men shularni oldida aytaman-da, biz shukurki kitoblarni targ'ib qilyapmiz. Bir qanaqadir vayon olib turib pampersni reklama qilmayapmiz. Fikrlarimizni aytib, kitoblarni targ'ib qilamiz. Vaholanki o'sha vayon olib turib pamperslarni reklama qiladigan odamlar madaniyat odamlari deb mukofotlanyapti. Zotan el-yurt nima fidokori. Zotan biz shu insonlar emasmizmi do'mman? Biz madaniyat odamlari emasmizmi? Biz madaniyatni targ'ibot qilayotgan insonlar emasmizmi? Shu o'rinlar almashib qolmadimi degan bu yerda xafam bor-da. Biz kitoblarni targ'ibot qilayotganimizda shunda ham hid qilishga nima desa bo'ladi bilmayman. Siz qarang, sizni yoki Akmal akamni bu burchagida balki men ham bordirman. Mana shu ma'naviyatni, ma'rifatni, axloqni sodda qilib aytay. Yaxshi inson bo'lishlikni targ'ib qilayotganlar ishoning bundan 1,5 ming yil avval ham taqdirlanmagan. 1400 yil avval ham taqdirlanmagan. Zotan taqdirlanish uchun qilmaydi. Chunki biz taqdirlanish uchun qilmaymiz. Yana aytaman. Men kitob targ'ib qilishda davom etaveraman. Yaratgan egam nasib qilgan kungacha targ'ib qilishda davom etaman. Chunki o'zim kitob o'qishni yaxshi ko'raman. O'zimni hayotimni yaxshi tomonga o'zgarganligi uchun kitobni targ'ib qilaman. Men masalan bir narsaga ishonchim, iymonim komil bo'lish uchun qiyosiy tahlil qilaman men. Masalan, hattoki musulmonlikda ham shunchaki ota-onam musulmon bo'lgani uchun musulmonlikka muhabbatim baland emas meni. Men qiyosiy tahlil qilib ko'rganman. Men baxtli, saodatli, yaxshi odam bo'lib yaxshi yashashim uchun menga yo'l kerak edi. Va bu yo'lni qidirib 3 ta mutaxassislik bo'yicha o'qib, shularning natijasiga ko'ra qiyosiy tahlil asosida men uchun eng yaxshi varianti bu musulmonlik bo'lgan. Ota-onam to'g'ri yo'lda ekan deganman.
Ya'ni o'sha qiyosiy tahlil qilib kitoblarni targ'ib qilamiz. Duch kelgan kitobni emas. Va bu kitoblarni targ'ib qilishda davom etaveramiz. Nimaga? Buni men yaqinda bir joyda aytdim. Tadbirkorlar orasida kitob o'qishga kitob o'qimayman, kitob o'qishga vaqtim yo'q deydigan tadbirkor monopoliya ustiga biznes quradi. Birovlarning haqqini yeyish ustiga biznes quradi. Narxni 2, 3, 4x ko'tarish ustiga biznes qiladi. Ushlab turib, yozda, qishda sotaman deb g'amlaydigan tadbirkorlar ko'payadi. Kitob o'qimay biznes qiladiganlar. Boylik ilmga qarab berilmaydi, axloqqa qarab berilmaydi. Boylik istalgan odamga beriladi. Lekin u boylikni yaxshilik yo'lida olib, yaxshilik yo'li bilan topib, yaxshilik yo'liga sarflash uchun esa mana bunaqa kitob o'qish kerak. Kitob, hurmatli biznesmen yoki biznesmen bo'lmoqchi. Kitob o'qimaysizmi? Siz katta ehtimol bilan odamlarni qizil chizig'ini bosib o'tyapsiz. Siz katta ehtimol bilan odamlarning haqqiga qo'l uzatyapsiz yoki ularni majbur qilyapsiz monopoliya asosida majburlikdan nimadir olishiga. Bugungi ko'rsatuv uchun xulosa fikrim, biz kitob o'qiyotganlarni, kitobni targ'ib qilayotganlarni va kitob ishlab chiqarayotganlarni qadrlaylik. Hozir hukumatimiz tomonidan, yurtboshimiz tomonidan bunga imkoniyat berildi, ruxsat berildi, yordam berilyapti. Lekin asli xalqni o'zi qo'llab-quvvatlash kerak. Ikkinchisi, bolalar adabiyoti uchun jon kuydiradigan vaqtimiz o'tib ketyapti. Bo'lganiga ancha bo'lgan. O'tib ketyapti vaqtimiz. Agar bu vaqtdan unumli foydalanmasak, buni o'rnini xorij adabiyoti egallaydi. Xorij adabiyoti asosida chiqarilgan bolalar kitoblarini farzandlaringizga olib bermang. Men o'zim bir ikkitasini ichida shunaqa raso narsalarni, sevgi, muhabbat yoki bo'lmasa o'pishadigan joylari yosh bolalarni, yosh qizlarni o'qib ko'nglim aynib ketgan. Qo'rqib ketganman. Shu kitoblarni tarjima qilib o'zbek xalqiga sotyaptimi shular deb. Tarjima kitoblar, Akmal aka o'zbek tilida yana. Va oxirgisi, dunyoda to'g'ri yo'l bitta. Bundan boshqa buni alternativ hech qanaqa to'g'ri yo'l yo'q. Bu ham ilm yo'li. Ilm esa kitoblardan va ustozlardan olinadi. Rahmat kattakon suhbat uchun. Juda ham foydali, yuqorida suhbatlar bo'ldi, manfaatli gaplar. Xo'p, nuqta emas bu, shunchaki virgul, tashqariga chiqib kelamiz. Keyin davom etamiz.